iqtisodiyot universiteti akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik fanidan tayyorlagan mustaqil ishim. Ismim Abubakir Muhammadlol, M83 guruh talabasiman. Xo'p, birinchi reja Avstraliyada qashshoqlik darajasi nisbatan past ekanligini ko'rsatadi. Mamlakatda kuchli ijtimoiy himoya tizimi, pensiya va nafaqa dasturlari aholini eng zaif qatlamlarni qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, shu bilan birga asosiy muammo sifatida uy-joy masalasi, ayniqsa yirik shaharlarda uy-joylarsiz ulushi ajralib turibdi. Demak, Avstraliyada qashshoqlikka qarshi kurashda yaxshi natija ko'rsatgan bo'lsa-da, yashash xarajatlari va arzon uy-joy ta'minoti hali ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Xo'p, bu rasmda Avstraliyani hududlari bo'yicha qaysi hududda necha foiz aholi qashshoqlik foizi ko'rsatilgan. Xo'p, doimiy qashshoqlik darajasi 6.2% ni tashkil qiladi. Ijtimoiy yordam tizimi tufayli qashshoqlik darajasi nisbatan past. Qashshoqlik xavfi ostidagi aholi ulushi 13.5% tashkil qiladi. Deprivatsiya darajasi asosiy ehtiyojlardan mahrumlik, aholining kichik qismi va uy-joy oziq-ovqat va sog'liq xizmati bu 5% ni tashkil qiladi. Xo'p, ikkinchi maqsad ochlikka barham berish. Avstraliyada ochlik darajasi juda past va oziq-ovqat tizimi barqaror hisoblanadi. Biroq muammo butunlay yo'qolgan emas, chunki uzoq hududlarda oziq-ovqat xavfsizligi masalalari uchraydi. Bundan tashqari, bolalarda noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn va semizlik holatlarini ham keltirgan. Bu shuni anglatadiki, Avstraliya asosiy vazifa endi ochlikning o'zidan ko'ra sog'lom va muvozanatli ovqatlanishni ta'minlashdir. Xo'p, bolalarda noto'g'ri ovqatlanishni, ya'ni malnutritsiya 2022-yilda statistikasi bo'yicha 3 yoshli bolalarda 8% ni tashkil qiladi ortiqcha vazn, 5 yoshli bolalarda 20% ni tashkil qiladi. Xo'p, qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun davlat 8.8 milliard yillik mablag' ajratgan. Bularga fermerlarni qo'llab-quvvatlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi texnologiyalarini rivojlantirish kiradi. Xo'p, 3-reja sog'lom hayot va farovonlik. Avstraliya sog'liqni saqlash tizimi yuqori darajada rivojlanishni ko'rsatadi. O'rtacha umr davomiyligi yuqori, emlash qamrovi keng va aholini tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaxshi. Shu bilan birga chekish va spirtli ichimlikni iste'mol qilish hali ham sog'liq uchun xavf tug'diruvchi omillar sifatida qolmoqda. Xo'p, xulosa qilib aytganda, Avstraliya sog'liqni saqlash sohasida kuchli tizimga ega, lekin profilaktika va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, davom ettirish kerak. Xo'p, bu yerda hayot davomiyligi, o'rtacha umr davomiyligi Avstraliyada umumiy olib qaraganda erkaklar va ayollarda 8.2 yoshni tashkil qiladi. Xo'p, oldini olish mumkin bo'lgan o'lim darajasi 2018 dan to 2022-yilgacha olingan. Har 100 ming kishida 2018da 102, xo'p 2019da 100 ta, to есть minglikda, 2020da. Xullas shu jadvalda ko'rish mumkin. Xo'p, keyingisi spirtli ichimliklar iste'moli jon boshiga 10.6 litrni tashkil qiladi. Chekish bilan bog'liq muammolar hali ham hisoblanmoqda. Xo'p, chekish darajasi 11%, ya'ni 15 yoshdan yuqorilarda hisobga olganda va har yili 20 mingdan ortiq sigaretalar chekiladi. Chekish darajasi kamayib bormoqda, lekin hali ham muhimi sog'liq. Xo'p, sog'liqni saqlash xarajatlari 10% ni tashkil qiladi. Avstraliyada emlash darajasi yuqori. Yuqorida aytib o'tganimdek, shu keyingi reja sifatli ta'lim.
Avstraliyada ta'lim sifati va qamrovi yuqori ekanini ko'rsatadi. Boshlang'ich va o'rta ta'lim deyarli barcha bolalarni qamrab olgan. PISA natijalarini ham nisbatan yuqori darajani bildiradi. Bundan tashqari, aholining IT ko'nikmalari kuchli ekanini zamonaviy iqtisodiyot uchun muhim ustunlik hisoblanadi. Demak, Avstraliyada ta'lim tizimi nafaqat keng qamrovli, balki raqamli ko'nikmalarni shakllantirishda ham samarali tizim hisoblanadi. Xo'p, Avstraliyaning 25 va 64 yoshdagi aholining oliy ma'lumotlarga ega ulushi, bu hududlar bo'yicha ulushi shimol-janub va g'arb, ya'ni g'arb qismida 50%, ya'ni yarmi, shimol, janub, g'arb, sharq, janubiy sharq hududida 44% ni tashkil qiladi. Xo'p, yoshlar va kattalarning IQ ishtiroki umumiy 92%, o'g'il bolalarda 94%, avstraliyalik umumiy insonlarda 90% ni tashkil qilgan. Xo'p, o'g'il bolalarda 94% aytilgan, qizlarda 90% ni tashkil qiladi. Xo'p, IT ko'nikmalariga ega aholining ulushi oxirgi 3 oy ichida internetdan foydalangan shaxslar bu yosh chegarasiga qarab o'zgarib boradi. Yosh kattaroq insonlarda, ya'ni o'sha 65 va 90 yoshli oradagi insonlarda internetdan 75% va qolganlari deyarli 100% desa ham bo'ladi. Undan yoshroq aholilar 100% foydalanadi. Xo'p, 6-chi bosqich. Xo'p, gender tengligi. Avstraliyada gender tengligi borasida sezilarli yutuqlar borligini ko'rsatadi. Parlamentda ayollar ulushini o'sib borayotgani siyosiy ishtirok kengayotganidan dalolat beradi. Lekin oilaviy va boshqa zo'ravonlik holatlari, shuningdek, ayrim sohalarda ayollar ulushining pastligi ham tengsizlik mavjudligini ko'rsatadi. Shuning uchun Avstraliya bu yo'nalishda oldinga siljigan bo'lsa-da, amaliy tenglikni ta'minlash uchun hali ko'p ish qilishi zarur. Xo'p, 15 yoshdan yuqori aholida zo'ravonlik tajribasi ayollarda 23%, erkaklarda 8%, begona shaxs tomonidan ayollarda 19%, erkaklarda 10%. 18 yoshgacha turmush qurish, xo'p, 2021-yilda 0.8% ni, 2022-yilda 0.7, 24dan 0.6. Ya'ni bu pasayib ketyapti. 0.8-0.6 bo'lib, bu yaxshi, chunki 18 yoshgacha bo'lgan turmush bu pastlayapti. Xo'p, erta nikoh darajasi juda past va kamayib bormoqda. Xo'p, bu infografika BMdan SDG 5 gender tengligi maqsadi doirasida Avstraliyada ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglik holatini ko'rsatadi. Unda siyosatdagi ishtirok, zo'ravonlik holatlari, erta nikoh va iqtisodiy faollik aks etgan maqsad. Xo'p, jamiyatda teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash. Ayol fermerlar ulushi ayollar 32%, qolgan 68% erkaklar hisoblanadi. Xo'p, parlamentda ayollar ulushi ayollar 38%, erkaklar 62% ni tashkil qiladi. Xo'p, 6-chi bosqich reja, xo'p, toza suv va sanitariya. Xo'p, bu reja bo'yicha Avstraliyada ichimlik suvi va sanitariya xizmatlari yaxshi rivojlangan. Aholining katta qismi xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Oqova suvlarni tozalash qamrovi ham yuqori, lekin shahar va qishloq hududlari o'rtasida ma'lum tafovutlar mavjud. Demak, mamlakat bu maqsad bo'yicha yaxshi holatda, ammo hududlar o'rtasidagi farqni kamaytirish muhim vazifa bo'lib qoladi. Xo'p, xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlangan uy xo'jaliklari, ya'ni 2024-yilgi ma'lumotlar asosida xo'p, markaziy suv tarmog'i 97.5%, markaziy suv tarmoqlaridan suv olinadi, ya'ni bu toza ichimlik suvlar hisoblanadi. Quduqlar va boshqalar 2% ni tashkil qiladi. Yomg'ir suvi 0.5% ni tashkil qiladi. Xo'p, oqova suvlar, ya'ni oqar suvlar tozalash qamrovi, umumiy qamrov 93-95% ni tashkil qiladi. Shahar hududlarida 97, qishloq, ya'ni chekka hududlarda 85 va 88% ni tashkil qiladi. Xo'p, 7-chi. Xo'p, arzon va toza energiya. Avstraliyada energiya tizimi bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinayotganini ko'rsatadi. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi oshib bormoqda, bu esa ekologik barqarorlik uchun ijobiy holat. Shu bilan birga an'anaviy energiya manbalariga tayanish hali ham sezilarli darajada saqlanib qolgan. Xo'p, shunday ekan, Avstraliya energiya o'chish davrini
boshdan kechirmoqda. Natijalar ijobiy, lekin to'liq yaxshi iqtisodiyotga o'tish hali yakunlanmagan. Xo'p, bunda ko'rishimiz mumkin, Avstraliyada markaziy isitish tizimini mavjudligi, markaziy isitish tizimi 38%, markaziy isitish tizimi yo'qlari, ya'ni individual tizimlar 62% tashkil qiladi. Uy xo'jaliklarida energiya manbalari ulushi 2024-yil statistikalariga asoslangan holda elektr energiyasi 71%, tabiiy gaz 21% va LPG va boshqa yoqilg'ilar 8% tashkil qiladi. Xo'p, elektr energiyasi 71%, 21% tabiiy gaz va gaz ballon va boshqa yoqilg'i isitish asbob uskunalari 8% tashkil qiladi. Xo'p, yakuniy energiya iste'moli, qayta tiklanuvchi energiya ulushi, transportlarda 9%, elektr energiya sektori 38% tashkil qiladi, issiqlik va sanoat xo'p 27% tashkil qiladi. Xo'p, 8-chi munosib ish va iqtisodiy o'sish. Xo'p, mazkur reja Avstraliya iqtisodiyoti kuchli ekanini ko'rsatadi. Ish haqi va jon boshiga yayim ko'rsatkichlari yuqori. Mehnat bozori nisbatan barqaror, lekin ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida jarohatlar hamda ayrim ijtimoiy xavflar mavjudligi mehnat sharoitlarini doimiy yaxshiligi kerakligini bildiradi. Xulosa qilib aytganda, Avstraliya iqtisodiy o'sishi borasida kuchli natijaga ega, ammo bu o'sish bilan birga xavfsiz va sifatli bandlikni ta'minlash ham muhim. Xo'p, Avstraliyani Tasmaniya hududlarida, ya'ni hududlar bo'yicha bo'linishida Australian Capital Territory $95,000, Western Australia $85,000, New South Wales $78,000 tashkil qiladi. Ya'ni bu hududlar bo'yicha yalpi ichki mahsulotni jon boshiga taqsimlanishi. Xo'p, o'rtacha soatlik ish haqi 36 Avstraliya dollarida, 36,5 2022-yilda Avstraliya dollarida, 2023-yilda 38,20% ko'tarilgan bu. Xo'p, ishsizlik darajasi 15 yosh va 74 yoshlar oralig'ida 2022-yilda 3,7%, 2023-yilda 3,6%. Bu xo'p pasayyapti. Bu yaxshi o'sish degani. Xo'p, jami erkaklar va ayollarda jami 9,3% tashkil qiladi. Ish joyida baxtsiz hodisalar, xo'p, jarohatlar, ya'ni o'limsiz. Xo'p, ishchilarda 104 mingta, boshqa shaxslar 8 mingta, umumiy 112 mingta hisoblanadi. Xo'p, o'lim bilan tugagan hodisalar 200 tani tashkil qiladi. Bu 1 yil ichidagi statistikalar olingan. Xo'p, keyingisi innovatsiya va infrastruktura. Avstraliyada infratuzilma, yo'llar va sanoat tarmoqlari yaxshi rivojlanganini ko'rsatadi. Sanoatni iqtisodiyotdagi ulushi, bandlik va innovatsion xarajatlar mamlakatni modern iqtisodiyotga ega ekanligini bildiradi. Ayniqsa tadqiqot va rivojlantirishga ajratilgan mablag'lar kelajakda raqobatbardoshlik uchun muhim omillar. Demak, Avstraliya sanoat va innovatsiya mustahkam poydevorga ega, lekin ekologik zarar va emissiyalarni kamaytirish bilan birga rivojlanishi kerak. Xo'p, bu yoqda kilometr masofadan doimiy yo'l infratuzilmasiga ega. 99% aholida 2 kilometr masofada doimiy yo'l infratuzilmasiga ega. Avstraliyada transport infratuzilmasi juda rivojlangan, hatto chekka hududlarda ham yo'llarga kirish imkoniyati yuqori. Ya'ni hech qayerda cheklanmagan degan ma'noni anglatadi. Qisqa, umumiy, uzoq bu shart emas. Sanoatga qo'shilgan qiymati, xo'p, yayim sanoatda 25% o'z ichiga oladi. Xo'p, jon boshiga $15,000 xo'p, to'g'ri keladi. Sanoatda bandlik 18%, aholi sanoat sohasida ishlaydi. O'sha 100% aholi 18% aholi sanoat sohasida ishlaydi. 10-maqsad tengsizliklarni kamaytirish. Xo'p, tengsizliklarni kamaytirish, xo'p, daromadlar o'rtasidagi tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. O'rtacha daromad yuqori bo'lsa-da, eng past daromadli qatlam bilan yuqori qatlam o'rtasida sezilarli farq bor. Ya'ni